Ko'pchilik ota-onalar bolajonlarda quloq og'rishi bilan darrov antibiotik berishga harakat qilishadi. Aslida oddiy quloq og'rig'i antibiotik bermasa ham 2-3 kunda o'tib ketadi. Bugun sizlar bilan qay holatda quloq og'rig'i xavotirli va qay holatda yengil o'tib ketadi, shu haqida gaplashamiz. Quloq og'rishi nima? Quloq og'rishi bu quloqning yallig'lanishi hisoblanadi. Quloqning anatomiyasiga e'tibor beradigan bo'lsak, tashqi quloqqa quloq suprasi va tashqi eshituvchi yo'li kiradi. O'rta quloq, nog'ora parda, nog'ora bo'shlig'i va yer yuzidagi turba kiradi va ichki quloq farqlanadi. Asosan yosh bolalarda ko'proq uchraydi o'rta otit. O'rta quloq bo'shlig'ida shamollash o'rta otit deyiladi. Ya'ni nog'ora bo'shlig'ining va nog'ora pardaning va yer yuzidagi turbaning shamollashi o'rta otit deyiladi. Ko'pincha burun yoki tomoqda shamollash infeksiyaning yer yuzidagi turba orqali nog'ora bo'shlig'iga tushishi natijasida bo'shliqda yallig'lanish jarayoni boshlanadi va parda ham yallig'lanadi. Natijada quloqda og'riq va quloqda to'lish hissi ko'rinishi namoyon bo'ladi va mana shu quloq og'rishi, quloq yallig'lanishi o'rta otit deyiladi. Quloq yallig'lanishi alomatlari quloqda og'riq, quloqda qishish va to'lish hissi va shuning hisobiga eshitish pasayish ko'rinishida, ba'zan isitma chiqishi va holsizlik ko'rinishi namoyon bo'ladi. Quloq yallig'langan, ya'ni og'rigan bolajonlar quloqni ushlashga, kovlashga, tortishga harakat qilishadi va ovqat yemay injiq bo'lib qolishadi. Ba'zi holatlarda bosh aylanib, yiqilish holatlari ham, muvozanatning buzilish holatlari ham kuzatilishi mumkin. Qachon darhol shifokorga murojaat qilish kerak? Agar bola 5 yoshdan kichik bo'lsa va quloqda yiring kelsa, quloq atrofida shish paydo bo'lsa, quloq umuman eshitmay qolsa va bosh aylanishi, ko'ngillanish holatlari paydo bo'lsa, kutmasdan darhol shifokorga murojaat qilish kerak. Quloq og'rig'ining yengil ko'rinishi faqatgina quloqda og'riq ko'rinishi namoyon bo'ladi. Yuqorida sanab o'tilgan belgilar bo'lmaydi. Bu holatda uyimizda mavjud bo'lgan paracetamol yoki ibuprofen dori vositalaridan foydalansak, 2-3 kunda quloq og'rig'i qoladi. Agar 2-3 kundan ortiq davom etsa, 3 kundan ortiq davom etadigan bo'lsa, albatta lor shifokoriga murojaat qiling. Farzandingizda quloq og'rishi, quloqdan yiring kelishi va yuqoridagi asoratlar kuzatilayotgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Sizga malakali tibbiy yordam beramiz.